Mani ismim Ibrohim. Men mana shu Jizzax avtomaktabda 10 yildan ortiq vaqt davomida yo'l harakat qoidalaridan dars berib kelmoqdaman. Faoliyatim davomida 5000 dan ortiq o'quvchilarning haydovchilik guvohnomasini olishlariga sababchi bo'lganman. Men Hasanov Abdurahmon, Jizzax avtomaktabida 5 yilda bir faoliyat yurzaman. Shu faoliyatim davomida 3000 dan ortiq o'quvchining haydovchilik guvohnomasini olishiga sababchi bo'ldim. Men Nurdinov Abdulqosim 27 yillik faoliyatim davomida 10 mingdan ziyod haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan talabalarni yetkazdim. Dastlabki ish faoliyatim 1998-yilda Jizzax Politexnika institutida boshlandi. Hozirgi kecha kunduzda Jizzax avtomaktabda faoliyat yuritmoqdaman. Ismim Umar Hikmatilla. Shu avtomaktab sohasi bo'yicha 15 yillik ish stajiga egaman. 15 yillik ish faoliyatim davomida 10 mingdan ziyod o'quvchilarga prava olishiga sababchi bo'lganman. Men ismim Ozodbek. Avtomaktab yo'nalish bo'yicha 5 yillik tajribaga egaman. Shuncha yillik tajriba mobaynida mingdan ziyod o'quvchilarga prava olishiga sababchi bo'ldim. Mani ismim Bobur. 25 yildan burun avtomobil maktablarida o'z faoliyatimni olib boryapman. 25 yil mobaynida 10 mingdan ziyod o'quvchilarim haydovchilik guvohnomasini olishdi.